Ar-Rahman, Ar-Rahimdagi ha. Ha? Ar-Rahman, Ar-Rahim, ha? Ikkalasi ham ha. Bu bizning tilimiz va ko'pchilik ajam qavmida yo'q. Yo'q bo'lganligidan nima qiladi? Hozir domlamiz o'qiganlardek Ar-Rahmanir Rahim ha bilan o'qiladi. Ba'zilarda ha bilan o'qib qo'yadi. Ar-Rahmanir Rahim unday emas. Yoki ba'zilari Ar-Rahmanir Rahim deydi. Chunki u qavmda mana bizda ha bor-da, to'g'rimi? Bizda ha ham bor. Havo degandagi ha bor, hali dumlik. U bor harfda o'qiy olamiz. Yo'q harfda o'qishligimiz qiyin bo'ladi, lekin asli bu qiyin emas. So'zimizda aytildiki, Alloh taolo bitta shu kalomini yassarna dedi. Biz uni yengil qildik dedi. Faqat bunga e'tibor kerak, to'g'ri og'iz kerak. Ya'ni to'g'ri og'iz sizniki birinchi bo'lmaydi. E'tibor qiling. Ustozning og'izi to'g'ri og'iz bo'ladi. Agar ustoz xato bo'lsa, eng bu mushkila kabira deyla katta muammo shu. Agar ustoz sizga shuni Ar-Rahmanir Rahim o'qitgan bo'lsa, bo'ldi, o'shanaqa bo'ladi. Agar ustoz sizga Ar-Rahmanir Rahim o'qitsa, shunaqa bo'ladi. Demak, bu yerda eng muhim ustozning vazifasi. Ustoz to'g'ri bo'lishi kerak. Ustoz to'g'ri bo'lsa, demak, bu yoqdagi og'izlar, quloqlar eshitish kerak. Bu endi domla faqat sizda bo'lmaydi, bu butun dunyo ajamlarida bo'ladi. Aynan hani Ar-Rahmanir Rahim deyishlikning o'rniga Ar-Rahmanir Rahim deb qo'yadi. Ha yoki bo'lmasam xo bilan Ar-Rahmanir Rahim eshityapsizmi? Unaqa emas ekan, nima ekan? Degan tovush bor ekan. Aytaylikchi? Yo'q. Ana o'sha. Endi ayting. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Yashang, otangizga rahmat. Mana